Hammaga assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun zakotli 3-mavsum 2-bosqichini ochiq deb e'lon qilamiz. Xullas, aeroportda kofe ishlab chiqaradigan mashina bor ekan. Bu faqat bepul ekan. Uni ishlatish uchun odamlar nimadir qilish kerak ekanda, keyin o'sha apparat unga ish olib, keyin kofe quyib berar ekan. Uyqusi kelganini isbotlash, ya'ni esnash deyapti bular ham bitta tomondan. Everest va shu knopkani bosish xato. Esnash, MIT komandasi quchoqlash. Shunda Spirit Together Silence komandasi to'g'ri javob bor. Zakovat 3-mavsum 2-bosqichimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tashrif buyurganlarga rahmat. O'ylaymanki, ko'ngildagidek bo'ldi. Ro'za Ramazon oyida o'zimiz uchun qiynamasdan yengilroq o'tkazdik. Hammaga rahmat.